Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi videoda Iman Investda meni qancha kapitalim borligi umumiy aylanmada o'tgan oyda noyabr oyida qancha daromad hisoblaganini ko'rib o'tamiz. Mana birinchi aylanma hisobimda 52 million so'm pul bor. Bu 876.593 so'm foyda hisoblagan. Bu 1.71%. Keyingi hisobda 3.300.000 so'm pul bor. Bunda oylik foyda 54.437 so'm hisoblangan, 1.67% ko'rsatgan. Yo'q, bu aslida 1.71%. Men o'tgan oy 12-sanasida bunga pul qo'shganman. Shuni hisobiga, o'rta hisobda u foiz biroz kam ko'rsatgan. Endi Iman Invest o'tgan oyda 99 ga 1 sherikchilikda menga 1.71% foyda hisoblagan. Bu 1.71% meni umumiy sof daromadimmi? Yo'q aslida. Chunki kapitalimni men har oy o'zimni shaxsiy hisob-kitoblarimga asosan o'zimni maqsadim 1.27% ga men ko'tarishim kerak, ko'tarib borishim kerak kapitalimni. Undan ortig'ini men sof foyda hisobida bilaman. Chunki har oyda har xil ko'rsatkichlar bor. Masalan, inflyatsiya ko'rsatkichi bor. Shuni hisobga olib men minimum o'zimga talab qo'yib olganman, ya'ni maqsad qo'yib olganman. Ya'ni 1.27% men kapitalimni har oy ko'tarib borishim kerak. Bundan kam ko'tariladigan aylanma fond bo'ladimi, boshqa nima bo'ladimi, unga investitsiya qilmayman. Chunki men kapitalim oydan oyga kamayib borishi mumkin. Endi buni hisoblaymiz. 1.71% foyda bo'lgan, men 1.27 ni ayirib tashlayman. Ya'ni menda sof foyda 0.44%. Endi 0.44% bu 25 umumiy foydamning 25.7% ni tashkil qiladi. Ya'ni men Iman Investdan o'tgan oyda 931.030 so'm foyda qilgan bo'lsam, buni sof foydasi 239.563 so'm deb bilaman men o'zimga. Buni olib o'zimni shaxsiy ehtiyojlarimga ishlatib olishim mumkin. Qolgan qismini kapitalimni ustiga qo'shilib borish kerak. Chunki u kamayib ketmasligi uchun oydan oyga. Endi sizlar tushunib oldilaringiz, bu meni shaxsiy hisob-kitoblarimdan kelib chiqqan holda. Buni ko'rsatib beraman. Mana 1.27% har oyga uni ustiga qo'shilib borish kerak. Ya'ni 12 oyda mana 16.35% kapitalimni ustiga qo'shilishi kerak. Bu sof foyda emas. Bu meni shaxsiy hisob-kitoblarimga asosan bu majburiy qo'shilish. Undan ortig'i menga sof foyda hisoblanadi. Rahmat hammaga.